Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 19-aprel kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 36,78 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12.128 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.212.000 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 26 so'mga pastlab, 1 yevro 14.304 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.430.431 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.38 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 159 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 159.000 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro va rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.